Rukuni o'sha bizga buyurilgandek qildik. Endi rukudan turishligimizda nima deymiz? Sami'allohu liman hamida. Takrorlayman. Juda e'tibor bering. Hatto biz Misr ahlidan ham arablarda ko'rdik, shuni to'g'ri aytamaydiganlar ko'p. Nima deydi? Sami'allohu liman hamida. Sami'allohu liman hamida deydi. Asli sami'a Allohu liman hamidahu bo'lgan u. Liman hamidahu. Ammo arablarda shuki so'zni oxirida turilganda nima? Harakatini aytilmaydi. Shunga aslida sami'allohu liman hamidahu hu bo'lgan so'zni sami'allohu liman hamidah deya to'xtaymiz. Oxirdagi ha'ni bildiring. Ba'zilar eshitaman sami'allohu liman hamida. Hatto arablarda eshitdik. Siz bunaqa deydilar. Sami'allohu liman hamida. U degan da desa hamida tasniya bo'ladi arablarda, ikkita shaxsni bildiradi-da, kimda kim ana u ikkita shaxs Allohga hamd aytgan bo'lsa, Alloh ularni hamdini eshitdi, qolganlarini eshitmadi. Bu Allohning haqida iftiro, yolg'on, bo'xton bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ular bilmasdan qiladi. Ammo bugundan keyin bildikmi, bilganligimizga amal qilaylik. Hech qachon sami'allohu liman hamida deb qo'ymang. Da oxirida hasi bor. Oxirida hasi bo'lgandan keyin sami'allohu liman hamida hamida deya ha bilan bildiring.